Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, gulsevar yurtdoshlar. Bugungi kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Sizlar bilan bugun g'oyibona videoda suhbatlashib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomiz bir chiroyli gul haqida. Bu sindapsus guli bo'ladi. Sindapsus guli haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, menda faqat hozirgina bitta shu sorti bor, varigatni. Ko'rib turibsizlar, barglari juda ham chiroyli. Hali yosh ko'chat bo'lishiga qaramay, bu katta bo'lgan sari manavi nimalari, sarg'ish tuslari juda ham kattalashib chiroyli ko'rinishga keladi. Buni turlari juda ham ko'p. Beozor gul bu ham. Gul parvarish qilayotgan yurtdoshlarimizga bemalol maslahat bera olaman. Bundan qo'rqmasdan olib ko'paytirib parvarish qilsanglar bo'laveradi. Bu ham beozor gul, suvni uncha xushlamaydigan, parvarishi qiyin emas, injiq gul emas. Bu gulimiz apora qo'yib yoki qanaqadir chirmashib o'sadigan tayoqchalardan foydalansanglar ham bo'laveradi. Lekin bu tayoqcha ham uncha to'g'ri kelmaydi bunga, chunki воздушный ko'rinlar bo'ladi. Mana diz otib ketaveradi. Agar opora qo'yadigan bo'lsanglar, oporanchi muxspagumdan qo'yib o'rnashtirib, aylantirib, chirmashib, ildizlari oporani ichiga joylashib, tomir otib, chirmashib o'sib ketaveradi. Chiroyli holatga keladi. Opora qo'yib parvarish qiladigan gul, tirmashib o'sadigan gullar qatoriga kiradigan. Bu gulni sotib olganimga hech qancha bo'lgani yo'q. Uy sharoitim ob-havosiga moslash adaptatsiyadan chiqqandan keyin bu tuvakka ko'chirib o'tkazdim. O'tkazganimdan keyin mana ko'rib turibsizlar, bu yeridan kesganman. Ildizlar tushishi mana bu yerdan kesganimdan keyin natijasini ko'rib turibsizlar. Mana bu yerdan shoxcha chiqarib, bahchasi yozilib qolgan. Har bir bo'g'imida mana shoxcha chiqargan bahchalar. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, ekranda kattalashtirib ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda mana uyg'onib kelyapti yana. Bu yerdagi kesilgandi matishning o'zi. Mana bu yerda yana shoxchasi, bahchasi yozilib kelyapti. Juda beozor gul. Buni ko'paytirish ham oson, ildizlatish ham juda oson. Suvga qo'ysanglar bemalol chiroyli holatda ildiz otadi. Bu juda ham ko'rinishi dekorativniy chiroyli gul. Bu gulimiz sindapsus gulimizni sortlari, turlari juda ham ko'p, Ular xilma-xil chet davlatlardan kirib kelyapti hozir. Bemalol olib parvarish qilishinglar mumkin. Gruntlarni tanlamaydi. Bunaqa injiq, e'tiboringizni jalb qilib, o'ziga nima qiladigan injiq gul bemalol kelishib parvarish qilsanglar bo'laveradigan gul. Men buni kesganimdan keyingi hozir ko'rsatib o'taman uni ham. Mana kesib olib ildizga qo'ygan atroskalari. Buni hozir aytib o'tganimizdek, ekranda yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsanglar, воздушный ko'rin. Mana har bir bo'g'imda ildizchalar chiqaradi. Shu yerlardan kesib turib, ildizlatgani qo'ysanglar, bemalol ko'payadi, shox chiqaradi. Har bir bakini o'rtasidan mana shox chiqarib bak yozadi. Juda chiroyli, unaqa qiyin emas. Bemalol shoxlab ko'paytirib olsanglar bo'laveradi tez muddatda. Mana hozir ko'rib o'tamiz. Ikkita kesib olgandim. Buni ildizlatgani qo'yganiga bir oy ham bo'lgani yo'q, chisla qo'yish yodimdan chiqibdi. Kesib olganinglardan keyin mana bargchalarini ikkitasini kesib olinglar, chunki kuchi bakiga ketib qolmaslik uchun, tezroq ildiz chiqarish uchun. Bu injiq emas, tez ildiz chiqarib yuboradi. Mana ildiz chiqargan. Ko'rib turibsizlar. Turpoqqa tushgandan keyin yana jicha amalini to'xtatib qo'yadi-da, ildiz yana
turpoqqa alohida chiqargandan keyin sekin asta amalini ko'rsatadi, bak yozadi. Ozgina muddatga amalni to'xtatib qo'ysa hayron bo'lmanglar. Mana bu ham ildizi chiqargan. Bu yerdan shoxcha yugangan. Shoxcha yo'q edi. Suvga qo'ygandan keyin bu ildizi chiqdi. Bakini kesib qo'yganman. Kuchi bakiga ketib qolmasligi uchun mana shoxcha chiqargan. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu ham beozor, bemalol ko'paytirib eksanglar bo'laveradi. Parvarishi uncha suvni xohlamaydi. Hozir yozgi kunda 10 kunda 2 haftada bir sug'orsanglar bo'laveradi. Qishda hamma gullar qatori 1 oyda bir. Kommentariyada oldingi orxideya gulini chiqarganimizda kommentariyani o'qidim. Bir muxlisimiz kommentariyada yozibdiki, orxideyani drenaj o'rnida po'kak qo'yganini endi ko'rishim deb yozibdi. Bunga javobimizni aytib o'tamiz. Po'kakda xususiyatlarini, foydalarini aytib o'tadigan bo'lsak, po'kak to'g'risida alohida drenaj o'rnida. Hozir sizlarga shu haqida alohida ma'lumot berib o'tib ketaman. Biz tuyaklarimizga oldinlari drenaj o'rnida toshdan foydalanganmiz hamisha. Tosh ham qo'yganmiz, qo'ymaganmiz ham. Yer turpoqlaridan, go'ng aralashdi chirindi go'nglardan foydalanib ekkanmiz oldingi gullarimizni. Ular o'zimiz iqlimimizda o'sgan, o'zimiz iqlimimizda parvarishda bo'lgan gullar, uncha injiq bo'lmagan. Shuning uchun biz drenaj o'rnida toshdan ham foydalanganmiz, foydalanmaganmiz ham. Endi hozirgi paytda chetdan kirib kelayotgan gullarimiz shunaqa gullarki, ular uncha suvni xohlamaydi. Shunaqa gullar keyin ular ayniqsa bu ko'kakda zararidan foydasi ko'p. Zarari yo'q, foydasi juda ko'p. Birinchidan suvni ketishini yaxshi ta'minlab beradi. Agar suvni ko'p quyib qo'ygan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Suvni tez chiqarib yuboradi, xususiyatiga ega. Ikkinchi foydasi, qishda baribir otopleniyamiz bo'lgan taqdirda ham podokonnigimiz xohlasak xohlamasakda sovuq. Podokonnikka folga qo'yib turib, ichiga po'kak qo'ysanglar, folgadan tuvakka po'kak orqali sovuq o'tishi qiyin. Po'kakdan turpoqqa sovuq o'tishi qiyin. Turpoq muzlamasanglar, ildiz muzlamaydi, gulni chiroyli olib chiqib ketamiz qishdan. Drenaj o'rnida keramzitdan foydalanamiz. To'g'ri, oldinlari bu po'kak ham keramzitdan bo'lmagan, toshdan foydalanganmiz. Endi hozirgi kunga kelib, yana endi drenaj o'rnida keramzitlar chiqyapti. Men keramzitdan hech qachon foydalanmayman. Shu qishda hisobini olib, po'kakdan foydalanaman. Orxideyani tagiga po'kak solishimdan maqsadim shu, o'zi karalardan suv turmaydi, tez chiqib ketadi, lekin baribir qishda hisobini olgan holda men orxideyani tagiga po'kak soldim. Agar tushuntira olgan bo'lsam, keyin yana qo'shimcha qilib yozib o'tgan, siz suvni tuvakni tagidan beryapsiz, sug'oryapsiz. Po'kak bo'lsa qanday o'tadi degan fikrlar ham bo'lgan. Men sizga hozir boshqacha ko'rinadigan qilib hozir tushuntirib o'taman. Hozir pauzani ezamizda, qaytamiz videoga. Mana hurmatli muxlislar, videoga qaytdik. Men shu qo'shimcha orxideyani po'kak to'g'risida drenaj o'rnida nega orxideyaga qo'yganingizni endi ko'rishim dedi. Keyin po'kak turib tagidan sug'oryapsiz, qanday suv o'tadi deganda, mana o'zinglarga hozir ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mana bu butun stakan. Mana suv oqmayapti, mana ko'rib turibsizlar. Butun stakan. Mana bu foydalanganman, atroskalarga teshilgan. Mana ko'rinib turibdi. Mana
Ko'rdinglar, suv tushib ketyapti, teshilgan stakan. Mana. Endi suvni qaytarib qo'yamizda shu yerga. Endi tasavvur qilib turinglar, men stakanda ko'rinadigan uchun sizlarga tushuntirib beryapman. Endi tasavvur qilib tuvak ham shunday. Men faqat sizlarga tushunarli va ko'rinadigan bo'lgani uchun tushuntirib beraman. Mana. Tasavvur qilinglar, tuvakka gul o'tkazyapmiz. Drenaj o'rnida biz hozir pukaydan foydalanyapmiz. Kommentariyada yozgan muxlisimiz uchun tushunarli bo'lish uchun biz mana hozir tushuntirib beramiz. Qanday pukagidan suv o'tadi tagidan deyapti. Mana. Ko'rib turibsizlar, pukak soldik, teshilgan stakancha. Bunimiz butunida. Mana. Suv quyamiz. Qaranglar. Tasavvur qilinglar. Bu mana bu tushuntirib aytib o'tmasak tushunish qiyin ekan. Har muxlislarimizga hech qisi yo'q. Biz erinmaymiz. Mana buni tasavvur qilinglar. Buni tasavvur qilinglar, bu. Pukak solganmiz, turpoq solganmiz, ekkanmiz. Endi qaranglar. Tasavvur qilinglar, pukak, turpoq, gul. Mana bu nimasi? Mana qo'yapmiz. Qarab turinglar. Mana ko'rinyapti, suv ko'tariladi. Endi turpoq bosib qoladi. Bu yerda endi hozir turpoq yo'qligi uchun pukak nima bo'lyapti? Hozir mana siz ko'rib turibsizlar, mana ko'rdinglar, suv chiqdi. Pukak ko'tariladi. Buni ustida turpoq bo'lganda pukak ko'tarilmaydi. Buni tepasida turpoq bo'lgandan keyin sekin asta turpoq shimib tepaga boradi gulning ildiziga. Mana men hozir sizlarga turpoq ham solib tushuntirib beraman. Ko'rdinglar, mana. Endi pukak ko'tarilmaydi, chunki mana pukakni hisobini olasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Ekranda kattalashtirsangiz o'sha muxlisimiz yozgan kommentariyaga orxideya guli haqida mana. Suv pukakdan teshigidan o'tgandan keyin pukakka ko'tariladi. Shu pukakga qadarcha temperatura suv olasizda. Suvni olish hisobini oling. Pukakni ham qoplab yarim turpoqqa ketadigan suv qo'ying. Ozgina qilsangiz albatta ko'tarilmaydi. Mana qancha suv solyapman. Bunday ko'rsatganda pukak meydan. Mergacha turpoqqacha bo'ladigan suv qo'yishingiz kerak. Mana. Solasiz. Sekin kirgandan keyin pukakdan oshadi suvi va sekin asta turpoq shimiy boshlaydi. Shimiy boshlaydi, tepaga qarab namlik ho'l bo'lib turpoq chanqab bor suvni o'ziga shimib oladi. Buni ichida ildiz bo'ladi, gul bo'ladi. Gul yaxshilab to'yib olgandan keyin chiqarasiz. Mana ko'rdingizmi? Mana. Biz nimaga tepasidan quymanglar deymiz? Chunki tepasidan quyganingizda hamma yerga bir xil suv kelmaydi. Bir yerlarga suv keladi, bir yerlarga suv tegmaydi. Shuni hisobini olib pastdan sug'orsanglar, mana bu vitaminga boy bo'lgan suvlar, yantarniy kislota solasizlarmi suvga? Fosfor, kaliy solasizlarmi? Magniy sulfat solasizlarmi? Nima aralashma, qorishma bersanglar, mana bu shimib ichib oladida, to'yinadi. O'sha elementlarga boy bo'lgan ozuqadan oziqlanadi. 15 minut, 25 minut turganingizdan keyin tepasi nam bo'ladi turpoq. Ko'rganingizdan keyin olib qo'yasiz. Suv chiqib ketadi. Agar siz suvni tepasidan quyadigan bo'lsangiz, bari ozuqa pastga qarab tushib ketadi. Ildiz oziqlana olmay qoladi. Turpoqdagi magniy sulfatmi, u sirkon berasizmi, aminosil berasizmi, fosfor, kaliy berasizmi, nima bersa, qanaqa ozuqa berishingizdan qat'iy nazar, bari nimani verxovoy torfda ichidagi ozuqa barini yuvib tushib ketadi. Shuni hisobini olib, hamisha gulni shunaqa sug'orish kerak. Mana nima uchun pukak solamiz har bir gulga. Nima uchun bunaqa sug'oramiz? Mana nima uchun. Aziz muxlisimiz, agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, qolgan muxlislarimizga ham tushunarli bo'lib o'tgan bo'lsa, juda ham xursandman. Biz erkmaymiz.
Chunki bu bizning vazifamiz. Bilmaganlarga ma'lumot, bilganlarga takrorlash. Mana ko'rdingiz, agar bilgan bo'lsanglar juda ham xursandman. Ozgina bo'lsa ham sizga manfaat keltiradigan foydali maslahat, foydali video bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini ezib qo'yinglar. Mana endi kelgan yerdan davom etamiz. Uzr, videomiz ozgina cho'zilib qoldi. Men shuni tushuntirib berishga harakat qildim. Har bir yozayotgan kommentariyani o'qib boraman. E'tibor berib, o'zini fikrini bildirayotgan muxlislarimizga hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Agar tushunarli qildira olgan bo'lsam juda ham xursandman. Mana nima uchun tagidan qanday sug'oramiz, po'kagidan suv o'tadimi degan savollarga javoblar bera oldim deb o'ylayman. Mana endi davom etamiz. Men hozir bu ikkala atruskani ekib olaman. Mana to'ycha, kichkinagina to'ycha tanlab oldim. Albatta drenaj o'rnida po'kakdan foydalanaman. Aytib o'tgandek, birinchisi suvni ketishini yaxshi ta'minlab beradi. Suv ko'p quyib yuborgan bo'lsangiz yoki tagidan shunaqa ko'p uzoq muddatda esingizdan chiqarib qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, olganingizdan keyin bari suv chiqib ketishini ta'minlab beradi. Birinchidan, agar yer turpog'idan foydalangan bo'lsanglar, yer turpog'i namlikni ko'p saqlab qoladi, suvni ko'p ushlab turadi. Shuning uchun po'kak tez suvni chiqarib yuboradi. Shundan xavotirga o'rin bo'lmaydi siz uchun. Mana endi ham ikkinchi foydasini aytib o'tdik. Qishda gulni sovug'idan chiroyli olib chiqib ketishimiz uchun. Allohga shukr qilib. Mana endi gruntlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Har doimgidek o'sha universalniy turpoq. Buning ichida hamma yo'q bor. Har galgidek foydalanilgan. Hozir kurashchamiz qolib ketdi, pauzani yozib. Mana hurmatli videosevarlar, videomizni davom ettiramiz. Buning ichida hamma yo'q bor. Smokot solgandim, esimdan chiqib, buni hozir aralashtiramiz, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Buning ichida mineralniy toshlar, torflar, verxovый torf, kokosчик, buning ichida kariy ham bor. Hamma mineralniy toshlar, ozuqalar, har xil gruntlar bor. Yaxshilab aralashtirib beramiz. Drevesniy ugl ham bor. Drevesniy ugl ilishtirishini oldini oladi. Agar drevesniy ugl bo'lmasa, shu uydagi qishda foydalanadigan ko'mirimizni maydalab foydalansak ham bo'laveradi. Yaxshilab aralashtirib oldik. Endi buni ekamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Doimgidek ozgina turpoq solamiz to'ychamizga. Ikkalasini ham bitta to'ychaga ekmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Yorug'likni yoqtiradi. 9-10 dan keyingi tushadigan quyoshga qo'ymanglar. Bu ham chetlardan kiradigan gullar bo'lgani uchun bizni jazirama quyoshlarga yo'q. Barglari kuyib, sarg'ayib qolish, qorayishlar oqibatiga olib keladi. Shuning uchun 10 dan keyin, 9 dan keyingi tushadigan quyoshga qo'ymanglar. Yorug'likni yaxshi ko'radigan, soya salqinda o'sadigan gul. Chekalarini ezib qo'yaman. Beozor gul bemalol parvarishda qiynalmaysizlar. Sizlar gul o'rtasida sizlar bilan hech qanaqangi kelishmovchilik bo'lmaydi, xudo xolisa. Hurmatli
obunachilar ozgina muddatga, kamida bir hafta 2 hafta o'ziga kelib olish uchun beka tayoqcha sanchib bo'ylab qo'yamiz. Chunki bu tirmashib o'sib boradigan gul turpoqqa moslashib o'sishda jicha yordam beradi. Hozir pauzani ezamiz, bu yerda jicha porядка qilib qaytamiz. Mana hurmatli obunachilar, chiroyli qilib ekib oldik gulimizni. Mana sug'orishimiz hisobini olasizlar. Jicha ko'proq bo'lib qolgan. Suyimiz ozroq qovuramiz. Hali aytib o'tganimdek hisobini olamiz. Po'kagidan o'tib suv turpoqqa boradigan darajada suv quyamiz idishga. Muxlisimiz aytdi-ku, qanday turpoqqa po'kagidan suv o'tadi deb ko'rsatib o'tdim. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, juda xursandman. Sevar yurtdoshlar, agar savollaringiz bo'lsa, o'zingizlar fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib o'tib ketinglar. Ozgina ma'lumot bergan bo'lsam, foydali ma'lumot bera olgan bo'lsam, juda xursandman. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda boy-bo'na suhbatda uchrashishga Allohdan so'rab qolaman. Xayr.